Bozorlarda donasi palon so'mdan sotiladigan tartaletka shirinligini eng oddiy uslubda tayyorlashni o'rganamiz. Ket. 300 gram unga, 80 gram saxarni pudra, 150 gram slivichni masla, 3 ta dona tuxum sarig'i, yarim choy qoshiq razrexitl qo'shib xamir qoramiz. Xamir uchun kerakli masalliqlarni opisaniyada yozib qoldiraman. Tayyor xamir xuddi shu holatda bo'lishi kerak. Xamir qorish uchun 1 gram ham suv ishlatilmaydi. Yarim tayyor xamirni xuddi shunaqa zuvalacha shaklda keltira olamiz. Zuvalalar og'irligi taxminan 30 gram. Xamirni xuddi shunaqa qolipga solib, qo'limiz bilan ishlov beramiz. Xamirni qolipga joylab bo'lgandan keyin xamir o'rtasini vilka bilan teshib qo'yamiz. Yarim tayyor mahsulotni oldindan 200 gradusda qizdirilgan duxovkaga qo'yib 25 daqiqa pishirib olamiz. Tartaletka kremi uchun 500 gram qaymoq va 200 gram sug'ushonli moloko solamiz. Ikkala mahsulot krem holatiga kelishi uchun 5 daqiqa davomida mikserlaymiz. Tartaletkalar pishgandan keyin ularni sovutib qolipdan ko'chirib olamiz. Oldindan tayyorlab qo'ygan kremni tartaletkalar ichiga to'ldirib quyamiz. Shirinligimiz deyarli tayyor. Endi uni o'zimiz xohlagan mevalar bilan bezatib olsak bo'ldi. Shunday qilib, mazali va jozibador tartaletkalar tayyor. Bismillahirrohmanirrohim. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Charchamang.